Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, kanalga podpiska qo'yamiz. Yanada qiziqarli kontentlar hammasi bizda. Qani bo'lmasa ketdik. Bu videoda 5 kun Grinnidan qoch. Grinni kelyapti orqada. Hozir men mashinani bir asbobini topdim. Asta pastga tushamiz. Grinnidan qochamiz. Zinan tagiga qaraylik. Kelyapti. Zinan tagiga berkinsam. Vibe. Okay. Mana do'stlar, ikkinchi kun. Endi Grinnidan yaxshilab qochishni rejalashtiramiz. Korobkalarcha narsa bo'lishi mumkin. Birinchisi bo'sh. Chiqamiz. Grinni kelyapti. Voy, bilat ko'rmay qoldim. Do'stlar, shu joyda kanalga podpiska bo'lib ketamiz. Videolarga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 3-kun ketdik. Mana 3-kun ham boshlandi. Endi asta chiqamiz. Grinni kelmayapman, ko'ramiz bu xonadan. Eshikni yopamiz. Vanna ichida narsa bor ekan. Oldik. Endi asta chiqib ketamiz. Bu xonaga kirsak, ham ko'ramiz nima bor ekan. Bunda hech narsa yo'q, bunda ham yo'q. Voy. 4-kun ham boshlandi. Qaymamizga ketdik. Bu yerdan chiqamiz. Grinniga qaraymiz. Yo'q, asta yuramiz. Bu xonada yo'q. Voy. Kelyapti orqadan. Pastga ketdik. Nima bor ekan bu yerda? Xonaga o'tamiz. Grinni kelib qoldi. Tepaga eshikni kirvatdaga bekmaymiz. Grinni kelyapti. Chiqib ketdi. Asta chiqamiz. Qaraymiz. Voy, kelib qoldi. Kirvatda yana tez. Mana do'stlar, 5-kun boshlandi. Shu joyda kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yib esdan chiqmasin. Qopqon qo'yib qo'yibdi. Zo'r usul o'rgataman hozir. Grinni kelishdan. Shuni Grinni ko'ramiz. Grinni kelyapti. Bu xonaga o'tamiz. Stol tagiga bekinib
chiqamiz va qochib ketamiz. Pastga tushamiz. Qutilarning ichini qaraymiz va mashinaning narsasini topdik. Endi pastga tushamiz. Yana bir narsa topdim. Endi zinadan pastga tushsak, pastga qarab ketamiz. Bitta kalla berib ochsak, bizning orqasida mashina oldiga yetib keldik va mashinaga kerak narsalarni qo'yamiz. Tepaga chiqamiz. Green narximizdan kelyapti va unga joyga kiramiz. Ba'zanlardan tez ko'tarilib bu yoqqa kiramiz. Bundan kirib bu eshikdan sonradan yana tepaga ko'tarilamiz. Mashina yana bir asbobini topdim. Green yana orqadan kelyapti. Biz pastga tushamiz. Bundan kirib yana pastga tushib mashinaning oldiga kelamiz va ehtiyot qismlarini qo'yib chiqamiz. Yana bir nechta narsasini topish kerak. Va yuramiz. Tepaga chiqamiz. Akkumulyatorni topdik va asta qo'yamiz va keyingi narsalarni topishga ketamiz. Eshikni ochamiz va Green kelyapti. Tepaga qo'yamiz. Yana bir narsa topdim. Do'stlar, 5 kun Green'dan omon qolish videosini oldik. Shu joyda videoga like bosib, kanalga obuna qo'yish